Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Bugun biz olamning yaratilishi 24-mabni azroq ko'rib o'taylik. Oldi bilan olamning yaratilishi 24-mabni o'qib chiqaylik. Olamning yaratilishi 24-mab. İbrahim qayırıb ketgan edi. Parvardigor har qanday ishda uningga baxt ato qilib keldi. Ma'lum bir kuni u oilasidagi xo'jalarga Qulungni yotamning astiga qo'yib turib, Parvardigor ya'ni butun olamning yaratuvchisi bo'lgan Xudoning oldida qasam qilib, o'g'lim Isoqni bu yerdagi imonsiz qanonliqlardan o'ylandirmay, cho'qim yurtimga berib, tuqqanlarim orasidan bir qiz elib berganga va'da bergin dedi. Lekin Chakar uningdan, agar u qiz o'z yurtidan bir yerga kelgili unimizchu, u chaqda o'g'lingizni elib yurtingizga qaytib ketamdim deb so'radi. İbrahim mundaq javob berdi. O'g'limni hargiz u yerga aparma. Parvardigor ya'ni arishdagi Xudo meni yurt va urug' jamatimdan ayirib, bu zaminni avlodlarimga taqdim qilishga qasam qilib va'da bergan. Shunga u o'z parishchisini sening oldinga avatib, o'g'limga u yerdan bir qiz tepishingga yordam qiladi. Mubada u qiz sen bilan kelishga unimisa, bu qasamdan xoli bo'lasan. Lekin o'g'limni hargiz u yerga aparmag'in. Bunun bilan yilqi Chakar qo'lini xo'jayini İbrahimning ikki yo'tisining ostiga qo'yib turib, İbrahimning topshiriqini bajo keltirishga qasam berdi. Chakar xo'jayinining to'gilaridan 10 ni tanlab, ularga har xil qimmatbaho sovg'atlarni ortib yo'lga chiqdi. Ular Aram Naharayim rayoniga berib, Nahor turgan shaharga yetib kelgandan keyin shaharning sirtidagi bir quduqning yanida to'gilarni cho'ktirdi. Bu kun petib qolgan chog' bo'lib, qizlar quduqqa suv olg'il chiqadigan vaqt edi. Chakar mundaq deb duo qildi. Ey Parvardigor, sen xo'jayinim İbrahim e'tiqod qilib kelgan Xudosan. Xo'jayinimga mehr shafqat ko'rsatib, ishimni o'ng qilg'aysan. Men hozir quduq yanida turaman. Shahar qizlari bu yerga suvga keladi. Men ularning biriga komizkingizdagi suvdan ichib olsam qandoq deyman. Agar u iching, to'gilaringizga suv kelib beray desa, bu qiz xizmatkoring Isoqqa tanlab berganing bo'lsin. Buningdan sening xo'jayinimga mehribonlik qilganligingni bilalayman. Onun duası ayaqlaşmayla, Rebeqa komskini mürüsüde götürüp quduqning yeniga keldi. O Betoyilning qizi edi. Betoyil bo'lsa İbrahimning enisi Nahor bilan uning ayoli Melikaning o'g'lidir. Rebeqa texi yuzi echilmagan intayin chiroyli pak qiz edi. O quduqning yeniga berib, komskiga suv tortib chiqdi. İbrahimning chaqiri qizning oldiga yugurib berib, uningdan Mana suyingizdan azroq bersingizchi deb so'radi. Qiz uningga "Mana iching" debla darhol mursidagi komzehni qo'liga elib elg'i Chakarga berdi. Chakar suvni ichib bo'lishiga Rebeqa uningga "To'gilaringizga suv kelib beray, ularım ichib qansin" dedi. Rebeqa darhol komzehdagi suvni o'qira qo'ygandan keyin yana yugurib berib quduqdan suv tortib kelib, hamma to'gilarni qanug'dek sug'urib berdi. Chakar Parvardigor yo'lni ochiq qilgan qilmaganligini bilish uchun jimjit kuzatib turdi. To'gilar suvni ichib bo'lgandan keyin u 5 gramlik oltin halqini qizning burniga va yana 23 gramlik bir jup oltin bilazukni biligiga silib qo'ydi. Andın, siz kimning qizi bo'lasiz? Sizlarning uyinglarda biz qo'nig'dek yer bormi deb so'radi. Qiz uningga Nahor bilan Melikaning o'g'li Betoyilning qizi bo'laman. Bizning uyda sizlar qo'nig'dek yer bor. Hamma mollaringlarga yem xashaymu kangri deb javob berdi. Buning bilan yilqi Chakar sajda qilib Parvardigorga ibodat qilib mundaq dedi. Parvardigor xo'jayinim İbrahim e'tiqod qilib kelgan Xudoga madihlar o'qilsin. U xo'jayinimga mehribonlik ko'rsatib va qilgan va'dasiga sodiq bo'lib, meni o'dil xo'jayinimning o'z tuqqanining yeniga boshladi. Yilqi qiz onasining yeniga yugurib berib, yuz bergan bütün ishni oilasigalarga so'zlab berdi. Rebaqaning Laban ismli bir akasi bor edi. U yugurib chiqib quduqning yenidagi İbrahimning chaqirining yeniga bordi. U singlisining halqa va bilazuk salib olganini ko'rgan va singlisidan Chakarning degan so'zini anglagan edi. U quduqning tubida to'gilarning yenida turgan İbrahimning chaqirining oldiga berib, uningga Parvardigor baxti qilgan odam, nimishga tashqarida tursiz, men bilan yuring, uyga borayli. Men sizlarga uy tayyorlab qo'ydim, to'gilarga joy tayyorlab qo'ydim dedi. U uyga kirdi. Laban bo'lsa to'gilardagi mollarni tushirib, ularga cho'p soldi. Andin İbrahimning bu chaqiri va amrohlariga putqo'llarini yug'ilib suv ilib keldi. Tamoqlari keltirilganda Chakar, "Men sizga deydiganimni deb bo'lmagicha g'izallanmayman" dedi. "Qani, gapingizni ayting" dedi Laban. U mundaq dedi. "Men İbrahimning chaqiri
Parvardigar Xo'jayinimga ko'pdan ko'p barakat ato qilib, uni intayin boy qildi. Parvardigar uningga qo'y kala badalari, oltin kumush ayol qullar, to'ga va eshaklarni berdi. Xo'jayinimning ayoli Sara yashangan vaqtida uningga bir o'g'il tug'ib bergan edi. Xo'jayinim butun boyligini shu o'g'liga atadi. Xo'jayinim o'z topshiriqlariga amal qilishim uchun meni qasam qildirdi. U "Sen o'g'limni bu yerdagi qanalliqlar orasidan o'ylandirmay, mening yurtimga berib, uni o'z suqqanlarim orasidan o'ylab qo'y" degan edi. Men xo'jayinimdan agar qiz bu yerga kelgili unimisa qanday qilaman deb so'rasam, u men xizmatida bo'lib kelgan Parvardigor farishtasini sening oldinga avatidi. U sening ishingni o'ng qiladi. Sen o'g'limga o'z yurtindagi tuqqanlarim orasidan xotini ilib ber. Sen tuqqanlarimning uyiga barsanglar, ular qizni bermagan taqdirdimi qasamdan yanala xoli bo'lgan bo'lasan degan edi. Bugun men quduq yeniga kelganimda Xudoga duo qilib, "Ey Parvardigor, xo'jayinim Ibrohim e'tiqod qilib kelgan Xudo, ishimni o'ng qilg'aysan. Men hozir quduq yenida turaman. Biror qiz bu yerga suv kelsa, men uningdan komizgingizdagi suvdan azroq ichib olsam bo'lamdi deb so'rayman. Agar u qiz qo'shilsa va to'gilarimga suv ekilib bersa, u sen xo'jayinimning o'g'liga tanlab qo'ygan qiz bo'lsin" dedim. Duayim oyoqlashmayla Rebeqa komizgini murisida ko'tarib quduqning yeniga suv olg'ili keldi. Men uningga "Suyingizdan azroq ichib olsam bo'lamdi" degan edim. U darhol murisidagi komizakni qo'liga ilib, "Mana iching, to'gilaringizga suv ekilib beray" dedi. Suni ichdim. U to'glarga suv ekilib berdi. Andin men uningdan "Siz kimning qizi bo'lasiz" deb so'radim. U Nahor bilan Melikaning o'g'li Bituilning qizi bo'laman dedi. Shunga men uning burniga alqa, qo'llariga bilazik silib qo'ydim. Shu vaqtda sajda qilib xo'jayinim Ibrohim e'tiqod qilib kelgan Xudoga madihiya o'qib ibodat qildim. Chunki u meni udul xo'jayinimning o'z tuqqanining uyiga ilib kelib, uning qizini xo'jayinimga kelinlik tepishimga imkoniyat yaratib bergan edi. Әмді сілер өзіңлерінің xo'jayinimga sodiqlik va mehr shafqat ko'rsatmoqchi bo'lganliklarini yoki unda qilishni xohlamaydiganliklarini menga aytinglar. Buningdan men qanday qilishimni bilalayman. Laban bilan Betuil Chakarga "Bu ish Parvardigorning o'rinlashtirishi ekan, biz nima deya olamiz? Mana Rebeqa, uni elib ketsangiz bo'ladi. U Parvardigorning o'rinlashtirgandek xo'jayiningizning kelini bo'lsin" deb javob berdi. Ibrohimning chaqiri bu so'zni anglab sajda qilib Parvardigorga ibodat qildi. Arqadan u kiyim-kechak, oltin va kumushni yasalgan zebo-ziynat buyumlarini chiqarib Rebaqaga sundi. Uning akisi bilan onasiga qimmatbaho sovg'atlarni sovg'a qildi. Shunda qilib Ibrohimning chaqiri hamrohlari bilan billa yeb-ichib u yerda bir kech qo'ndi. Ertasi sahar turib Rebaqaning uyidagilarga "Xo'jayinimning yeniga qaytishimga ruxsat qilgaysizlar" dedi. Lekin Rebaqaning akisi bilan onasi uningga "Rebaqa biz bilan 10 kuncha turib, andan keyin borsin" dedi. Lekin u "Bizni kechiktirmaysizlar. Parvardigor hamma ishimizni o'ngishli qilgan ekan, xo'jayinimning yeniga qaytishimga ruxsat qilgaysizlar" degan dedi. Biz qizdan so'rab ko'raylik. U nima deydi ekan deb javob berishdi ular. Shuning bilan ular Rebaqani chaqirib uningdan "Sen bu kishi bilan ketishni xohlamsan" deb so'radi. "Xohlayman" deb javob berdi u. Shuning bilan ular Rebaqani uning inikonisi Ibrohimning chaqiri va uning hamrohlari bilan qo'shib yo'lga soldi. Ular Rebaqaga baxt tilab mundaq duo qildi: "Ey singlimiz, minglagan, 10 minglagan insonlarning onasi bo'lg'aysan. Avlodlaring dushmanlarning shaharlarini ishg'ol qilib olg'ay" deyishdi. Rebaqa va uningga hamroh bo'lgan dedeklar safarga tayyorlanib to'ylarga mindi. Ibrohimning chaqiri Rebaqani elib yo'lga ravon bo'ldi. Shu vaqtda Saq Beher Lahayroy degan yerdan ayrilib o'z o'ltirayotgan Qanonning janubidagi Negib rayoniga qaytib keldi. Bir kuni kun petish vaqtida u dalada Xudoni cho'nqir sig'inib beshini ko'tarib qarab edi, to'yga karvonning kelayotganligini ko'rdi. Rebaqa sahni ko'rish bilan to'ygidan tushib Ibrohimning chaqiridan "Dalada biz tarafga qarab kelayotgan avu kishi kim?" deb so'radi. U "Mening kichik xo'jayinim" deb javob berdi Chaqar. Buning bilan Rebaqa yuzini yog'lig'i bilan yepib oldi. Chaqar o'zining qilgan ishlarini Isoqqa bir-birlab so'zlab berdi. Isoq Rebaqani onasi Sara hayot vaqtida turgan chidirga boshlab kirib nikohiga oldi. Onasi vafot bo'lgan bo'lsa-mu, u Rebaqaning muhabbatidan o'ziga tasalli topdi. Xo'sh qarindoshlar, bugun olamning yaratilishi 24-bob. Biz hozirga qadar ko'rgan boblar, ya'ni mazmunlar ichida eng uzun bir mazmunni o'z ichiga olgan bir yer desam bo'ldi. Ya'ni bu mazmunda asosan Xudo bevosita so'zlamagan bilan asosan Xudoning
bizni yani Xudoning o'zining xalqini, xalqidagi hayotini qanday yetaklab, ularning hayotida qanday ishlarni qanday qildiganligini, yani qanday o'zining ularning, yani o'zining xalqining hayotini qanday tayyorlab, qanday yetaklab, qanday ishlarni o'zining xalqining hayotining ustida amalga oshirganligiga asosan mazmunni ko'rsatib berdi bo'libmi, o'zining ahdisiga, va'dasiga munosabatli bo'lgan Isoning o'ylanishiga oid Isohni o'ylantirishda qanday qilib o'zi tayyorlagan, Isoh uchun tayyorlagan ayol Rebaqani Isohga elib kelish jarayonidagi qanday qilib shu Isoh bilan Rebaqani uchrashtirish jarayonda Xudoning qanday ishlanganligi, qanday yo'llarni ochib, qanday tayyorliklarni qildirib, o'zi tayyorlagan Rebaqani Isohga qanday elib borgan degan o'sha yani shu Xudo qilgan ish. Xudo boshqa chiqargan, Xudo elib borgan ishga nisbatan asosiy mazmun. Ham buningda biz asosan ko'rib o'tadiganimiz shu Ibrohimning, ya'ni Isohni o'ylashdagi Ibrohimning prinsipi bor, e'tiqodiy prinsipi. Ya'ni Ibrohim Isohni o'ylashda nimalarni qanday talablarni qo'yib turib, o'zining chaqirini yurtiga evatdi degan mazmunga asosan Ibrohimning Isohni o'ylashdagi o'zining asosiy prinsipi, o'zining qo'ygan asosiy e'tiqodiy prinsipi talabini biz bu yerda ko'rish orqali Ibrohimning e'tiqodini bir qatim ko'rib o'talaymiz va bu haqida Xudoning mush Isohni o'ylash uchun chakarning ustida, Ibrohimning chakarining ustida qanday ishlarni qilib, bu ishni oxiri boshqa chiqqanligiga oid Xudoning qilgan ishlarini ko'rib o'tamiz. Ham bu jarayonda Ibrohimning chakarining bir qism pozitsiyalari va ya'ni chakar bo'lish sifati bilan o'zining xo'jayinining oldidagi pozitsiyalari, xo'jayinining topshirgan ishlariga qilgan muomalasiga asosan biz o'zimizmi Xudoning oldida o'zimizga bir qatim sepselib chiqalaydigan bir mazmun desem bo'ladi. Chunki biz Xudoning oldida, Xudo ya'ni o'zimizning podshohimiz, Parvardigorimizning oldida biz bo'lsa Xudoning xizmatkori, farzandi va xizmatkori bo'lish sifatimiz bilan Xudoning oldida bo'lish tegishli ba'zan bir pozitsiyalarni mush Ibrohimning chaqirining ustida biz ko'ra olamiz desem bo'ladi. Mushta mazmunlarni bir qatim ko'rib o'tmoqchi. Aldı bilan endi bu 24-bobning arx ko'rinishi sifatida biroz ta'kidlab o'tishga tegishli masala bo'lsa, yani aldığım 23. babda bo'lsa Sara'ga ait mazmun o'qigandik, ya'ni Sara'ning vafoti deb. Sara 127 yosh vaqtida vafot bo'lgan. Sara bo'lsa Isohni 90 yoshida yengib, 127 yoshida Sara vafot bo'lgan bo'lg'achqa, bu vaqtda biz bunday hisoblasak, Isohning yoshini, ya'ni o'ylangan vaqtidagi yoshi, ya'ni 37 dan 40 yoshlar atrofida, keyinroq hisoblasak 37 yoshdan 40 yoshlar atrofida desam bo'ldi. Mushundaq vaqtda yuz bergan ish desam bo'ldi. Endi buningga oldingi qatim biz ya'ni Ibrohim Isohni Xudoning talabi bo'yicha ko'ydirib qurbonlik sifatida sungan vaqtida biz Isohni taxminan 17 yoshlar atrofida bo'lishi mumkin degan so'zni biz qandaqni qilgan desak, İbranice bu Isohni degan vaqtida naar degan İbraniy so'zni qo'llangan. Bu naar degan so'z asosan o'smirlik vaqtlarni, ya'ni 10 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan vaqtlarni naar deb aladi. Yani mesela bizim bağlı boğazlık davri, balılık davri, ösmürlük davri, yaşlık davri diye bizim ayrımız o balalar nimelik yaş qarab. Şunun o'xshash bizim burungi hikoya kitaplar, roman kitaplar o'qisanlar o'smirlik yoshida deb turib, balalik vaqtlarda deb bundaq o'z nimasiga tasvirlaydi. Yoshlarni, ya'ni davriy xarakterlik bir meselelerni qandaşdan tasvirlaydi. Şu an biz nar degan so'zga asosan hamda Isohni Ibrohim qurbonlik qilishga elib borgan vaqtida bo'lsa, shu Isohni 17 yoshlar atrofigacha, 17 yoshlarga qadar bo'lgan vaqtini o'z ichiga oldi deb turib shuni tasvirlagan. Endi bu aniq demaymiz, lekin tasvirlagan holatda. Nurg'un olimlar shu 17 yoshlar atrofida deb turib tasvirlab turib endi nin qildi. Izohlaydi. Shunga o'xshash o'sha vaqtida 17 yoshlar tarafida bo'lsa, onundan ya'ni 20 yillar, ya'ni Sara vafotidan keyin o'ylaydigan ish bu, o'ylanganini tayyorlagan bo'lg'achqa shu 37 dan 40 yoshlar atrofida deb turib, hozir undaq bir hamda tasvirlab turib, ko'z oldimizga keltirib turib, shuni shu babni ko'rib o'tsak bo'ldi. Andan keyin buni ya'ni Ibrohimning bayam dedik, Ibrohimning e'tiqodiy prinsipi dedik. Ana shu Isohga kelgan vaqtida Isohni Ibrohim Xudoga qurbonlik sifatida ayamay turib Xudoga atash uchun qilgan vaqtida Parvardigor o'zi to'sab
onun yani İbrahim qulingni tat, men ixlasmanligingni endi ko'rdim deb sen menden ayımdın deb turib to'xtatib o'zi ko'ziga yani İbrahimning ko'ziga bir qo'shqani chelik turgan emasmi? Mush vaqtda İbrahimning atig'ini yani İbrahim Xudoni o'sha joyda Yahve, Yira, yani bizning kitobda Parvardigor ta'minlaydi deb turib oldin qatma bek izohlamagan. Parvardigor ta'minlaydi deganim Parvardigor ko'rguchi, ra deb turib biz ko'rdi degan bir bu ko'rdi degan fe'lni biz alemning yaratilishi başdan başlab izchilman degan, ya'ni alam yaratilishidan degan Parvardigor uning yaxshi ekanligini ko'rdi degandagi ko'rdi degan so'z mushadan chiqqan. Andan keyin Nuh vaqtidami Parvardigor insonlarning razilligini ko'rdi degan vaqtidami ko'rdimi shu vaqtdami ko'rdi degan fe'lni biz izchil izohlagan. Andan keyin Parvardigor Nuhdan xursand edi deb turib keyin Parvardigor yani ko'rdi degan biz izchil shu ko'rdi degan fe'lni izchil ko'rib o'tgan. Mush vaqtida İbrahimmi degan vaqtida o'shada Parvardigor ko'rguchi, yani bu yerda ko'rguchi degan Parvardigor meni kuzatguchi, ko'rguchi, bizning muhtojliklarimizni bilguchi, muhtojliklarimizni ta'minlaguchi degan asosda endi mau so'zda, mau abzasda shunga Parvardigor ta'minlaguchi, yani mening muhtojligimni bala ko'rguchi, ta'minlaguchi deb turib o'shada ko'rguchi Parvardigor, ya'ni ta'minlaguchi Parvardigor deb turib Yahve Yirahni Parvardigor ta'minlaydi deb turib İbrahimning yani itqodini ifodalaganimiz, yani Parvardigor ko'rguchi Xudo, Parvardigor barlig'imizni ta'minlaguchi Xudo deb aytgan emasmi? Mush Isohning voqeasida İbrahimning shunday xalqi kolumnasiyaga yetgan o'zining e'tiqodining pishib bitilgan bir davrini ko'rgandik. Endi yana bu qatim İbrahimning o'zining farzandi bo'lgan ana shu Isohni o'ylashda, ya'ni o'zining Parvardigor Xudo İbrahim va'da qilgan emasmi? Sen va sening avlodlaring baxtda taqilib degan o'sha İbrahim bergan va'dasi uning avlodlariga bevosita bog'lanishlik emasmi? Shunga o'xshash ham zamin va'dasi, ham baxt va'dasi, avlod va'dasini İbrahim berganga o'xshash Isoqqa bevosita shu Parvardigorning İbrahim bilan tuzgan va'dasi, ahdisi bog'lanishlik ekanligini biz ham Isoqning tug'ilgan vaqtida ko'rib o'tgan edik. Endi shunga o'xshash, endi shu vaqtda İbrahim o'zining ana shu Xudoning va'dasi, ahdisiga bog'lanishli bo'lgan Isoqni o'ylaydigan davrini o'zim qerib qolgan emas, shu vaqtda Isoqni o'ylaydigan vaqtida Isoqni o'ylashda bu o'zining qo'ygan, yani Isoqni o'ylashda cho'qim mundaq bo'lish kerak, cho'qim diqqat qilish kerak, cho'qim bo'lishdagi shartlar mulla, talablar mulla deb turib, mushu shartlarni yani Isoqni o'ylashdiki Isoqning oilasiga oila qurishga nisbatan uning yani o'lchamni oilaga nisbatan qo'ygan o'lchamni na qo'yganligini biz shu İbrahimning e'tiqodi orqali ko'ra olamiz. Xo'sh, unda bo'lsa biz tafsiliy ko'rib o'tsak, İbrahim bundaq ikki shartni cho'qim qilish tegishini aytdi o'quvchilarga. Yana birisi bo'lsa, imonsiz qanonliqlardan o'ylantirmaslikni. Yani ikkinchisi bo'lsa, Isoqni yani qiz, yani yurtidagi İbrahimning yurtidagi qiz Isoqning yani qanon zimidan kelishini unutmagan vaqtida Zug'jidar deydi. Unda bo'lsa Isoqni yurtingizga elib boram degan vaqtida yo'q, qarig'iz undaq qilma deb turib, Isoqni yurtiga, yani İbrahimning yurti nati Haran degan joy, yani Kaldeylarning zimini bo'lgan shu Haran zimini deydi emasmi? Shu Haran ziminiga qaytirib bormaslikni, aparmaslikni, Isoqni shu qanon ziminda turg'izishni aytdi. Andan keyin uchinchisi bo'lsa, İbrahim G'ujlarga degan so'zni nima u desa, ya'ni Parvardigor Xudo o'zi farishtasini sening oldingda evatib, seni o'ylash uchun, shu yerda qiz tepishing uchun Parvardigor o'zi yordam qildi degan so'z bor. Ya'ni 24-bob 6-oyat qaragan vaqtimizda shu vaqtda bizning kitobda bo'lsa, o'g'limga u yerdan bir qiz tepishingga yordam qildi degan emasmi? Endi bu yerda biz asli so'z bilan qaragan vaqtimizda İbrahim bu yerda deyapti, yani Parvardigor o'zi o'g'lim deyilgan qiz bayaga seni elib bordi, seni boshlab, yani Parvardigor o'zi shu qizning oldiga seni boshlab bordi degan o'xshash, shu yani ishonch bilan degan so'zi bor. Shuning o'xshash bu yerda İbrahimning Isoqni o'ylashda g'ujlarga qo'ygan talab degan so'zlari nima deysiz? Birinchisi, qanondagi imonsiz qizlarni o'ylamaslik. Ikkinchisi bo'lsa, Isoqni qanon zimindan yo'tkamaslik, ya'ni o'zining yurtiga, burunqi İbrahimning yurtiga bormaslik. Endi buning uchun
Muşunaq şartlarni hazırlash uchun, bu şartlarni mushunaq qilish uchun Xudo bo'lsa, bu g'ujdarni mushu ishni o'rinlash uchun, mushu talabni, ya'ni Ibrohimning mushu talabini, mushu topshirig'ini o'rinlash uchun Parvardigor o'zi farishtalarni g'ujdarning oldida avatib, ya'ni yo'l boshlab, bevosita shu qizni, ya'ni shu Isohni uylantirmoqchi bo'lgan qizni tepishiga yo'l boshlab apurdi degan gap. Endi bumu biz oldin qattam Ibrohim 22-chi bobda degan o'sha Parvardigor ta'minlaydi degan o'sha shuni Parvardigor ko'rsatdi. Parvardigor yo'q Yahva yira degan Parvardigor ko'rsatdi, Parvardigor ko'rdi, Parvardigor yetaklaydi, ta'minlaydi degan o'xshash mushadimu buning e'tiqodi bilan chiqqan bir so'z ekanligini biz yana ko'ra olamiz. Endi nima uchun bu yerda yana e'tiqodini ko'ra olamiz desak, Kanandaki imansız kızlarını öğlendirme deb. Nemişke qandaq biz Kanandaki kızlardan öğlendirme deydi diyen vaxtımızda. Bu Kanan zimini bolsa Parvardigor İbrahim ve onun avlatlarına, yani İbrahim ve onun avlatları deyin. Yani Xudo tanlab olgan, Xudo o'ziga mansub qilgan, Xudoning xalqi bo'lgan İbrahim'den başlangan, yani İbrahim ve onun avlatları arqali başlangan, yani Xudoning xalqi. Xudo o'zining nomini tiklamoqchi bo'lgan. Yani biz 11-bobni ko'rgan vaqtimizda Xudo o'zining nomini, yani Ibrohimning nomini ulug' qilish orqali Xudoning nomini, o'zining nomini Ibrohim va uning avlodlari orqali o'zining nomini ulug'lamoqchi degan emasmi? O'shunga o'xshash Xudoning xalqiga bermoqchi bo'lgan zimin, yani Ibrohim va uning avlodlariga bermoqchi bo'lgan zimin nati Qanon zimini edi. Endi biz 15-bob, yani olamni yaratilish 15-bob qaragan vaqtimizda Xudo bu zimin, yani mushu Xudoning Ibrohim va uning avlodlariga bermoqchi bo'lgan ziminning territoriyasining Misrdan taki Fırat daryosiga qadar deb turib, yani nurg'un qabilalarning ismini deydi. Shu qabila, yani Xitlar deb turib oldingi bobda bizga Xitlarmi, Xitlarning ziminimi Ibrohimning avlodlariga mansub bo'lmoqchi bo'lgan zimin deb turib Sara o'lgan vaqtida biz aytib o'tgan. Bugungi qismda Qanon zimini, yani Qanonliklarmi, yani biz bu vaqt Qanonni, yani Sam ham Yapatning kichik o'g'li, kenja o'g'li deb turib degan shu Qanonliklarning ziminimi ham mush Ibrohim va uning avlodlariga bermoqchi bo'lgan zimin ekanligini aytadi emasmi? Shuning uchun bu Qanonliklar bo'lsa, Parvardigor Ibrohim va uning avlodlari orqali chiqarmoqchi, yani yo'qotmoqchi bo'lgan, qo'g'lab chiqarmoqchi bo'lgan zimin, yani Qanonliklar. Shuning uchun imonsizlar emas, balki Ibrohim Isohni, yani Isoh bo'lsa Xudoning ahdisi, va'dasiga bog'lanib bo'lgan Xudoning ahdi xalqi, va'da xalqi. Ham shunday Xudoning shu va'da xalqi Isoh orqali kelib chiqqan bo'lg'ashqa, imonsizlardan emas, balki Xudoning o'zi tayyorlagan, Xudo o'zi Isoh uchun tayyorlagan. Yani Xudo o'zi Yahva yira, yani ta'minlovchi Xudo. Xudo o'zi Isoh uchun tayyorlagan, ta'minlamoqchi bo'lgan. Yani Isohga öyleniş için İsa'qa əmrah bulub, Xudanın şu vədisini, iradəsini tamamlaş üçün əmrah bulduğan əmrahini, ayalını Xuda özü təminləyən şu qızın elib veriş üçün İbrahim'nin bir yerdə Xudanın itqadı bilən, itqad gözü bilən, itqadı işənç bilən Xudağa tapşırğanlarını biz bu yerdə görə alayımız. Anır ki, yeni birisi bolsa, bununla hem bağlanış hallarda, yani eğer o kız kelişini olmasa ben onu yurtunuza elip baram deyim diyen vaxtada ergiz onun hakkıma deydemez mi? Bunun sebebi mi? İbrahim deydi, yani Parvardigor Xudo, eriştik Xudo meni yurt ve urug' tuqqanlarimdan, ata cemaatimdan ayırıp, u manga, yani bizim kitabımız bolsa faqatlam Parvardigor, yani eriştik Xudo meni yurt ve urug' cemaatimdan ayırıp, bu zaminni avlodlarimni taqdim qilish qasam qilib va'da bergan edi degan deydi. Lekin biz İbrani tili bilan bu kitob o'qigan vaqtimizda so'z oladi bizning qalbimizga kirgan so'zlar bor. Yani Xudo meni ota jamaatimdan, yurtimdan, urug' jamaatimdan, otamning nimasidan ayirib, u manga degan edi degan dabar degan so'z bor. Degan so'zlagan, yani dabar degan so'z Xudo so'zladi, Xudo bar bo'lsin, yani olam yaratish 1-bobda dabar degan so'z bor. Yani dabarim dabar deb turib Xudoning so'ziga, Xudoga nim qilgan so'z bu. Yani Xudo o'zi menga dedi, yani Xudoning so'zi shuki, meni urug' jamaatimdan chiqib men ko'rsatgan joyga bor degandiki, 12-bobni takrorlaydi. 12-bobda Xudo dedi, men ko'rsatgan joyga bor degandiki, ko'rsatish degan so'z men bay degan, Xudo ko'rguchi, ko'rsatguchi degan so'z. Yahva yira degan ra degan so'z. Shunga o'xshash İbrahim bu yerda, yani Xudoning İbrahimga, yani shu mangu unumlik so'zi bilan İbrahimga degan so'zi bo'lsa, urug' jamiyatdan ayilib ko'rsatmoqchi bo'lgan zimin, yani shu zimin, yani avlodlarga taqamoqchi bo'lgan shu ziminga
Muşu zimin yani kanan ziminni bərməkçilikini Xuda özü degan yani ölümlük sözü bilen, məngüyət sözü bilen şuna degan söz nəsini biz düşünə alayımız. Muş dabar degan söz arqılıq. Hem bu ziminni avlatlarıma tədim qilishni yani vədi qilgan, qasam qilib vədi qilgan degandiki muş sözünü yani arqılıq bu zimin yani muş kanan zimini onun ve avlatlarına bərməkçi bolğan Xuda özü berman degan vədi qilgan söz ekanligini. Shuning uchun İsahni ham çünkü onun avladı İbrahim'nin avladı bolğan İsahni ham bu zimin yani muş kanan zimindan ötkəməslikni. Çünkü bu zimin İsaq ve onun avlatlarına ham Xuda bərməkçi bolğan, Xuda təqdim qilmoqchi bolğan, Xuda vədi qilgan zimin. Muşu zimin boğaşqa İsahni bu zimindan ötkəməslikni aytadi. Yani başlap yurttuğa aparmasını. Kızı için, öyleniş için şu kızını da İsaq bolsa Xudanın vədisi, Xudanın əhdisi bolğan bu zimindən ayrılmaslığını. İsaq bolsa çoxun bu zimində turuş kerakligini təkidləgənligini biz görə alayımız. Ondan keyin üçüncüsü bolsa İbrahim özü deydi, yani Qocudarğa deydi de, o pəristisini senin aldığına əvətib. Senin aldığına əvətib deydi əlqi. Senin aldığında pəristisi yetəkləydi, yani yol açıb yetəkləydi degan bir sözdə. Anıkin oğlum o yerden bir kız tepişine yardım kıldı deyiptir bizim kitapta buna degan. Endi asli til bilan ko'rgan vaqtimizda, yani senin aldığında pəristisini yetib, Xudo Parvardigar şu kızın aldığına özü başlap barıdı, elip barıdı degan deb asli nimasi bilan ko'rsak, ashunaq bir söz chiqdi. Yani öz pəristisini senin aldığında əvətib, pəristisini senin aldığında əvətib, kız yani şu kızın aldığı seni başlap bardı degenge. O kızını Xudo alburun tayyorlab bo'lib bo'lgan shu ish bo'lg'ashqa, shu tayyorlanib bo'lgan shu ish, ya'ni tayyorlanib bo'lgan shu qizning oldiga Parvardigor Xudo farishta orqali yo'l boshlab seni shu qizning tayyorlanib bo'lgan shu qizning oldiga ilib bordi deganligini ko'ra olamiz. Ya'ni bu yerda Ibrohimning qanday nimasi, qanday ishonchi desa, Xudo burun Isoq uchun bir qizni мәңгүлік, yani bir ömrü əmrah bo'lib Xudoning yo'lida mangdigan, bir ömrü əmrah bo'lgan shu qizni Xudo allburun Isoq uchun tayyorlab bo'lgan. Shuning uchun Xudo sening, yani Parvardigor Xudo o'z farishtasini sening oldingda avatib yo'l boshlab, seni ana shu tayyorlab bo'lgan qizning oldiga boshlab boradi, ilib boradi deylik. Yani İbrahimning allburun Xudoning Isoq uchun bir oila, yani əmrah qiz ni alburun tayyorlab bo'lgan ishonchini biz bu yerda ko'ra olamiz. Yani Qo'jidarg'a degan so'z orqali Ibrohimning Parvardigorning alburun tayyorlab bo'lgan, oldin o'rlashtirib bo'lganligini, bo'lgan Xudo ekanligi bo'lgan ishonchini biz bu yerda ko'ra olamiz. Biz məlq aləmnin yaratılışıdan izchildə bo'lgan, yəni Xudo aldı bilan Adamning yaş uchun muhit, sharoit hammani tayyorlab bo'lib, andan keyin Adamni qo'ygan deb turib, Xudo ana shunday, yani aldı bilan hammani tayyorlab bo'lib, aldı bilan hammani o'rlashtirib bo'lib, andan keyin insonni shu, yani insonga muhtoj bo'lgan, insonga kerakli bo'lgan, bizning ehtiyoji bo'lgan barliq narsani tayyorlab bo'lib, andan keyin bizni yetaklaydi, bizni yo'l boshlaydi, bizni shu joyga qo'ydi deb turib, biz o'sha olamning yaratilishining qavvatimizni deb bo'lgan bir qatimliq ta'kidlab bo'lgan mazmun bu yerda ham Ibrohimning ana shunday tunish, yani Xudo bo'lgan, Xudoning tayyorlag'uchi, oldin ta'minlag'uchi, amin o'rinlashtirg'uchi, ko'rg'uchi, ta'minlag'uchi deb turib, o'sha Ibrohimning oldingi 22-bob munosabatli bo'lgan yana bir ishonchini, e'tiqodini biz o'sha Qo'jidarg'a degan so'z orqali ko'ra olamiz. Shuning uchun İbrahim har bir ishlarga bu yerda aytdik, o'sha o'g'lini o'ylashdagi e'tiqodiy prinsipi degan vaqtimizda, yani İbrahim har bir ishlarga Xudoning va'dasini o'lcham qilib turib, yani Xudoning so'zini, o'zi degan so'zini, va'dasini o'lcham qilib, Xudoning so'zini markaz qilib turib, barliq ishlarga Xudoning so'zini o'lcham va markaz qilib turib, Xudoning va'dasiga tayanib turib, har bir ishlar qaror chiqarganligini va Xudoning va'dasiga asosan shu ishlarga baho berib, Xudoning va'dasiga ahdisi bo'lgan ishonch va sadoqati bilan oxirigacha Xudoga tayanib turib, Qo'jidarg'a bu ishni topshirganligini, topilganligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni Ibrohimning markazi, qalbini tutib turgan narsa, İbrahimning hayotining o'lchami, hayotining markazi, har bir ishlarni o'ylashdiki, qaror qilishga bo'lsin, xiyol qilishga bo'lsin, baho berishga bo'lsin, har qanday narsaga o'lcham bo'lsa, Xudoning so'zi, Xudoning va'dasi ekanligini, Xudoning ahdisi ekanligini, buning bo'lgan ishonch bilan barliq ishlarga shu ishonch bilan, Xudoning va'dasi so'ziga bo'lgan ishonch bilan qarag'anligini, muomala qilganligini biz Ibrohimning e'tiqodini mushayar orqali ko'ra olamiz.
Endi ikkinchi mazmun bo'lsa, Xudoning yani İslohni o'ylash uchun Chakarga qanday yo'l bo'yi qanday yani shu Chakarning shu qizini tepish uchun qanday yordamlarni qilib, qanday yetaklab yo'llarni qanday ochib, qanday yetaklab Chakarning shu qizini tepishiga yo'l ochib berganligini ko'rmoqchi. Buningda yani Xudoning bu yerda qanday yordam qilganliklarini biz qanday bila olamiz desak, bunda mazmunlar bor. Chakarning duosi oyoqlashmayla. Rebeka'nın yani Chakarning duası var emas, 12. ayet, 24. bab 12. ayette. Ey Parvardigor, sen Xo'jayinim İbrahim e'tiqod qilib kelgan Xudosan. Xo'jayinimga mehr shafqat ko'rsatib, ishimni o'ng qilgaysan dedi. Yani mishada ishimni o'ng qilgaysan degan so'zni biz ibranicha biz ko'radigan bo'lsak, buni biz yuzingni men qaratqaysan. Yani yüzün meningda bo'lg'ay deb turib, yani yüzün meningda bo'lg'ay degan. Yani har vaqt men qarab, yani yo'llarimni ochib, menga yordam qilgaysan, ishlarimni sen bejagaysan, sen yetakligaysan deb turib, bu yerda endi markaziy narsa Xudoga markazlashadi. Lekin men ishimni o'ng qilgaysan degan vaqtimizda meni ishimni o'ng qilgaysan, ishlarimni o'ngish qilgaysan deb bu yerda odamga markazlashganligi, endi point markaziy narsa odamga, ya'ni mening ishlarimni o'ng qilgan, men qilgan ishlarimni o'ngish qilgaysan deb turib, men nima ish qilsam shu o'ngish qilgaysan deb turib, odamning qilgan ishi bu yerda kuchaytirilib qoldi. Lekin biz asl tilga kelgan vaqtimizda yuzingni men qaratqaysan, ya'ni yuzing menda bo'lg'ay, yuzing mening ishim, mening ustimda bo'lg'ay deb turib, ya'ni Xudoni ta'kidlayotdi. Xudo sen qilgaysan, sen mening ustimda yuzingni menga qaratib turib, mening shu seni yuzingni menga qaratib turib, mening shu sen qilgan ishni qilishimga yordam qilgaysan degan o'xshash bu yerda markaz Xudoda, ya'ni Xudoning ishida, Xudoning mehr shafqatida Xudoga markazlashgan so'z bo'ldi-da. Ya'ni Xo'jayinga mehr shafqat qilib yuzingni menga qaratqaysan deb, sen mening ustimda xizmat qil, mening ustimda ish qilgaysan, sen mening qo'llarimni ishlatgaysan degan o'xshash endi markaz Xudoda markazlashadi. Aslında deb dua qilib, yani meni bir shahar qizdir bir suv qilib kelsa, yani komizingizning suv ichib olsam desam, u qiz suv berib, yani to'glaringizga suv beray desa, shu qiz yani sening tanlab berganing isoq uchun tanlab berganing bo'lsin, tanlab berganing degan, yani bir tanlab berganing degan. Xudo allaburun tanlab bo'lgan, avabay degan o'rlashtirib bo'lgan. Ana shu sening tanlig'ining bo'lsin deb, yani sening tanlab shu o'rinlashtirganing bo'lsin degan emasmi? Ana shundan duo tugamaydi, yani duosi oyoqlashmayla. Tak kim keldi desa, Rebeka keldi. Yani boshqa qiz emas. Darhol yani shu boshqa qiz bo'ladi, boshqalar emas, balki ana shu Ibrohimning tuqqunining qizi Rebeka kelganligini ko'ra olamiz. Shundaqmi udul kelgan bormi deb turib bizning hayotimizda nurg'un, voy darvaqa shuna, voy dal shu vaqtda shundaqmi udul kelib qoldi degan o'sha bir ishlar bor. Men buni dunyoning odamlari shunday udul kelib qoldi, shunday bo'lib qoldi degan bilan biz bu yerda bizning hayotimizdagi unday udul kelib qolishlar emas, shunday bo'lib qolish emas, bu dal Xudoning vaqti soatida dal Xudoning o'rlashtirishi deganni biz ko'ra olamiz. Shunga dal Xudo mushu Chakarning, ya'ni O'jidanning duosi oyoqlashmayla dallam Rebekani yaratganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Ana shundaq Rebeka komizning mo'risini ko'tarib Xudo yoniga kelishi, ya'ni Ibrohimning talabidek tuqqunning qizining dal Rebekaning Chakarning duosi oyoqlashmayla kelganligini, ya'ni Xudoning dal Rebekani dal o'sha vaqtda dal Chakarning duosi oyoqlashmayla dal shu vaqtda Rebekani yaratganligini, dal bu yerda Xudoning ana shunday xizmat qilganligini biz ko'ra olamiz. Ve ikincisi nima desa, ve Chakarning duosi bo'yicha Rebekaning to'glarga qanday suv berishi. Bu Chakar degan emasmi? Mallam emas, yani mang'alam emas, balki to'glarimga suv kelib berishni xohlagan kishi. Ya'ni biz bilamiz bir to'ga, yani to'glarni biz hamimiz balki tushunamiz, to'ga bir suv ichsa 7 kungacha suv ichmasimi, yana bir suv ichib olsa 7 kunga suv ichmasin bo'ldi emasmi? Lekin bir suv ichsa nurg'un suv ichadi emasmi? Bir to'gini suv ichirib qandirish uchun nurg'un tirishchilik ketadi deylik. Bu yana shuning uchun endi ba'zanlar sizlar balki mushu 24-babni ta'lim bergan pastorlarning ta'limlarini anglasanglar balki ular deyishi mumkin. Rebeka bu qancha to'giga qancha chelak suv opirib, bu to'glarni qanchalik tirishchilik bilan suvga qandirganligiga nisbatan qancha tirishchilik qilganligini deb turib, buni tafsiliy balki bu nurg'un pastorlar nurg'un ta'limlarda ko'p uchraydigan bir mazmun. Balki sizlar ko'p anglaysizlar. Shuning uchun buni endi bek inchikani qilmasam, lekin bu yerdagi mazmun markaziy degan nima desa, Chakarning duosi bo'yicha Rebekaning to'gilarga qonug'idek suv ber, ya'ni to'gilaringizga suv kirib beray.
deb turib to'gilaringizga suv kelib beray ular ichib qansin deb turib yani 19-oyatda shuna Ribaqaning shu chakarning digini ya'ni duo qilgan duosidagi talab yani shu chakarga nisbatan bu belgi emasmi? Yani shu qiz ekanligini bilishidagi chakarning shu qiz ekanligini Xudoning tanlagan shu qiz ekanligini bilishidagi belgisi bo'lsa, mangilam emas, balki to'gilargami shundaq suv akilib bergan qiz bo'lsa, dal shu sening tanlig'ing bo'lsin deb turib chakar o'ziga belgi qilgan. Shu qizni bilalishidagi, shu qiz ekanligini bilalishidagi belgi qilgan narsa shu to'gilarga suv akilib berish degan o'xshash. Dal Ribaqa shu chakarning duosi bo'yicha to'gilarga qanodek suv berganligi orqali chakar buni yani shu Xudoning duosini qilib berganligi yani Xudoning shunday xizmat qilganligini ko'ramiz. Shunga chakarmi dal shunday qilganligini ko'rib yani chakar Parvardigorning o'zining yo'lini ochiq qilgan qilmaganligini yani Xudo mush ishda o'zi boshilib mush ishni qanday o'rinlashtirayotganligini Xudoning nima ish qilayotganligini Xudoning bu ishlar ustida mushu ish ustida qanday ishlar qilayotganligini bilish uchun jimjit kuzatib turdi degan mazmun bor emasmi? Ya'ni Xudoning qilgan ishlarini kuzatib turdi deydi. Xudoning qanday qilganligini kuzatib turdi degan o'xshash. Shunga o'xshash Xudoning dal chakarning duosi bo'yicha Ribaqaning to'gilarga suv akildirib, ya'ni chakarning dal Ribaqani Isoqning qizi, ya'ni Isoq uchun Xudoning Isoq uchun tayyorlagan qiz ekanligini bilish uchun Xudoning shunday xizmat qilganligini ko'ra olamiz. Andan keyin yana birsi nima desa, endi Ribaqani ko'rdi. Ribaqaning hamda chakar siz kimning qizi bo'lsangiz, uyinglarda biz qo'nida ya bormi deb turib Ribaqaga oltinlarni sep qo'ygandan keyin qiz deydi, Nahor bilan Melikaning deb turib ya'ni bu Ibrohimning tuqqanning qizi ekanligini deb turib ikkinchi qatam o'ngishliq bo'ldi-da. Birinchisi bo'lsa qizlar keldi, ya'ni Ribaqa keldi. Ribaqa kelib suvni ya'ni to'gilarga berdi. Birinchi qatamdan nimasi o'ngishliq bo'ldi. Ham ikkinchisi bo'lsa tuqqani bo'lish kerak emasmi? Shunga tuqqanning qizi ekanligini bilishimiz uchun siz kimning qizi bo'lasiz? Uyinglar biz qo'nida yabamu deb turib so'raganida dal Nahor bilan Melikaning ya'ni Bitoilning qizi bo'lman deb turib dal Ibrohimning tuqqanning qizi ekanligi ya'ni ikkinchisi o'ngishliq bo'ldi-da. Tuqqanning qizi ekanligi o'ngishliq bo'ldi. Shuning bilan eliq chakar ham Ribaqani ya'ni ham o'zining digini bo'yicha duo qilib talab qilgan belgisi bo'yicha Ribaqaning shu belgidan o'tib ya'ni to'gilarga suv akilib bergan shu chakarning bilish uchun belgisi bo'yicha o'ngishliq bo'lganligi uchun ham shundaqla Ibrohimning digini talab bo'yicha tuqqanning qizi bo'lganligi uchun ya'ni ikki ishlarimiz o'ngishliq bo'lamiz. Xudo mushunaq ishlarni qilayotganligini, Xudoning o'zining bu ishlarni qilayotganligini sezib, shuning bilan eliq chakar yerda yetib Parvardigorga sajda qilib ibodat qilganligini biz diqqatni ko'ra olamiz. Yani u o'zimi bu chakarmi o'zimi Xudoning shunday ishlar qilganligini ko'rib, Xudoga sajda qilib, Xudo ya'ni Ibrohimning Xudosiga madihiya o'qib turib, Xo'jayinimga mehribonlik ko'rsatib qilgan va'dasiga sodiq bo'lib, meni yetaklab, meni udul Xo'jayinimning o'zliqini yana boshladi deb turib Xudoni madihlaganligini. Ya'ni bu yerda ham Ibrohimga qanday mehr shafqatni ko'rsatganligini, ya'ni izchil o'zining mehr shafqatini Ibrohimdan uzmay, Ibrohimdan kam qilmay, mehr shafqatini Ibrohimdan kam qilmay, uningga mehr shafqat va haqiqati bilan o'zining so'ziga sodiq holatda mushu chakarni ham o'zining o'g'li uchun, ya'ni udul Xudo o'zining yetaklab, chakarini o'zini yetaklab, dal shu o'zining tuqqanining yetaklaganiga qarab chakarning bu yerda Xudoga madihiya o'qilgan. Ya'ni Ibrohimning Xudosiga madihiya o'qilganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Undan keyin Xudo qanday ishlar qildi desa, uchinchisi undan keyin bular uyiga bordi-da. Uyga berib qolgan vaqtida Ribaqaning otasi va akasining so'zi bor. Ya'ni bu ish Parvardigorning o'rinlashtirishgan. Biz nima deya olamiz? Mana Ribaqa uni elib ketsangiz bo'ldi. U Parvardigorning o'rinlashtirgandek xo'jayiningizning kelini bo'lsin deb turib, Ribaqaning otasi va akasining eg'izi orqaliqmi bu ishning Parvardigor oldin o'rinlashtirgan. Parvardigor oldin tayyorlagan. Oldin o'rinlashtirib, oldin qilgan ishlar, oldin planlagan, ya'ni Parvardigordan kelgan ish. Parvardigor planlagan, Parvardigor o'rinlashtirgan ish ekanligini, ya'ni Ribaqaning otasi va akasining o'zi orqaliqmi bu ishning ya'ni Xudoning qilgan ish ekanligini biz ko'ra olamiz. Izchil bu chakarmi izchil so'zlaydi, ya'ni
nimaga bu uyga berib İbrahimning chaqirimi uyga berib yani ular tamoq keltirishni burun degan vaqtidami yani bu chaqar aytib berdi emas barcha ishlarni aytmagandimi Parvardigor o'zi o'ngishli qildi Parvardigor o'zi meni yetaklab keldi Parvardigor o'zi shunday qildi deb turib mush o'qsanglar taki 34-oyatdan taki shu 40-oyatgacha ya'ni 49-oyatgacha bo'lgan mazmunlarda izchil chaqarning degan so'zi Xudo ya'ni Parvardigor mening ishlarimni o'ngishli qildi, o'ng qildi degan so'zlarimiz Parvardigor yetakladi, Parvardigor biyoz boshlab keldi, Parvardigor o'zi qildi degan so'zlarni izchil ta'kidlaganligini biz ko'ra olamiz. Andan keyin eng muhimi bo'lgani shuning bilan u qiz kelishni unumizchi deb turib chaqari g'am qilgani qizning unumasligi ya'ni ketishni unumasligi emasmi? Lekin bu yerda Rebaqaning inkosini ko'ra olamiz. Endi Rebaqa ham İbrahimning ya'ni Rebaqadan so'raydimiz. Sen bu kishi bilan ketishni xohlamsan? Ya'ni 10 kundan tursangiz, turib uningki manson desimi, xo'jalar, ya bizni kechiktirmagaysizlar, darhol mansaq, bu ishimiz o Parvardigor o'ngish qilgan ekan, kechiktirmagaysizlar, xo'jayin meni qaytishimni rosa qilgaysizlar deydi emasmi? Shu vaqtda qizning onasi, ya'ni qizdan so'raydi-da, qizinki so'rab baqayli deb turib, sen bu kishi bilan ketishni xohlamsan degan vaqtda Rebaqa xohlayman deydi. Ya'ni chaqar g'am qilgan. Agar ketishni xohlamizchu, Isahni shu joyga olpirimizmi degan deb g'am qilgan emasmi? Lekin İbrahim degan, "Ya, Isahni olpama. Parvardigor o'zi o'ngish qilib shu qizni ning qildi" deydi. Qizning kildiganligini albatta kildiganligiga İbrahim ishonch qilgan. Dal shuning o'xshash Rebaqamu dal xohlayman deb turib Rebaqamu İbrahimning chaqiri bilan ketishni xohlaydiganligini aytish orqali hamma ishlarni Parvardigor Rebaqaning qalbiga xizmat qilib Rebaqaga bu ishga nisbatan ya'ni Rebaqaning qalbini tayyorlaganligini biz bu yerga ko'ra olamiz. Xudo o'zi Rebaqaning qalbini tayyorlab, Rebaqaning Isaqqa, ya'ni Isaqqa oldin tayyorlagan qiz ekanligini, ya'ni shunday o'ngish qilganligini biz ham ko'ra olamiz. Ondan keyin 5-si nima, eng oxirgisi nima desa, Isaq am bayamdan yoki İbrahim va chaqarning so'zi am Rebaqaga o'tib Rebaqani xohlayman dedi. Am oxirsida Isaq bo'lsa, Rebaqani apsi, ya'ni onasi Saraning hayat vaqtida turgan chidirida, ya'ni Saraning uyida, Saraning chidirida Rebaqani nikohiga elib, ya'ni Sara xeyli yashnab qolgan vaqtida Isaqni yangiganligi uchun, ya'ni Isaq 30 necha yosh vaqtlarda Sara bo'lsa vafot bo'lgan emas. Bu ayni davrlarda hamda bu nimaga qaragan bu İbrahim o'zini umr ko'rgan, Sara 127 yosh, lekin bular qeri qolganda topgan bo'lishqa uzun turamida emas. Masalan, uzun Saraning mehriga qanamagan bu Isaq Saraning shu chidirida ayol Rebaqani shu chidirida nikohga qilish orqali bu Rebaqaning muhabbatidan o'ziga tasalli topdi. O'ziga ya'ni Saraning mehri qanmagan Isaq bo'lsa, Rebaqaning mehr muhabbati orqali o'ziga tasalli topib, muhabbatidan o'ziga naqadar suyunganligini biz ko'ra olamiz. Ham bu tasalli topish degan balki Nuh payg'ambarga ism qo'yganda Parvardigor bizning eg'rimizni yengillatdi, yengillatdi, tasalli berdi degan so'ziki shu vaqtim Parvardigor tasalli berdi degan vaqtda shu so'zmi bu yerda ishlatildi, ya'ni tasalli degan so'z shu. Şuna o'xshash bir yeniletish, tasalli tepish degan so'z hamda shunga Rebaqaning muhabbati, ya'ni Parvardigor shu Rebaqaning muhabbati orqali Isaqqa nurg'un tasalli, nurg'un nima deymiz, nurg'un uning yenillatganligini biz bu yerda aytganligini ko'rish uchun bu nikohning, ya'ni Isaq bilan Rebaqaning nikohining Xudo tayyorlagan, Xudo oldin o'rlashtirgan, Xudo o'zi yetaklagan, Xudo oldin belgilagan, ya'ni planlagan shunday bir nikoh ekanligini, ham shu nikohning o'ngishli bo'lishi uchun Xudoning qandaq ishlarni, ya'ni ularning bu chaqarining ustida, Rebaqaning ustida va bu oilada qandaq ishlar qilganligini Parvardigorning izchil mushlarning ustida qandaq ishlar qilish orqali buni boshqa elib chiqqanligini Parvardigor o'zining oila ustida, nikoh ustidagi irodasini qandaq o'ngishli boshqa elib chiqqan bu irodasini tamomlaganligini shunday mazmunlar orqali ko'ra olamiz. Biz qarasak shunday qilqi bizning hayotimizdagi ishlarmi dal Parvardigor o'zi yetaklagan ishlarmi shunga o'xshash kunlik turmushlarimizda, munosabatlarimizda, uchrashishlarimizda Parvardigor shunday o'zi tayyorlagan ishlar bo'lsa, shunday o'zi yetaklab, o'zi boshlab, o'zi yetaklab, o'zi oxiriga chiqardi. Shunga o'xshash bu nikoh oila bo'lsin va yoki bizning ustimizga Xudoning irodasi bo'lsin, Xudo o'zi xohlagan, o'zi planlagan bizning ustimizda amalga oshirmoqchi bo'lgan irodasi bo'lsin, Xudo o'zi bizning ustimizga boshlab
qanday boshlashni Xudo o'zi bilib, ya'ni o'zi boshlab va qanday yo'llar orqali kimlarni uchrashtirish orqali kimlar qanday yo'llar qanday bosqichlar qanday jarayonlar Parvardigor o'zi bizni bir qadam o'zi yetaklash orqali o'zining xizmat ekanligini bizga ham tuntish orqali o'zining ulug'ligini bizga ham tuntish orqali har bir qadamlarimizda o'zining bizga hamrohligini bizga his qildirib o'zining bizga hamrohligida o'zining ulug'ligida bizning ustimizda o'zining shu ishlarni qanday davomlashtirib qanday tamomlaganligini bizga ham his qildirib shunday o'zining hamrohligini o'zining oldin tayyorlaganligini bizning ustimizda o'zining planining o'zi boshlab o'zining qanday tamomlaydiganligini biz ham shuna kichik hayotimizdagi ishlarimiz har bir qadamlarimiz orqali biz ham his qila olamiz. Ama oxirsida İbrahimning chaqirining bir sadoqatmanlik bir pozitsiyasini biz ko'ra olamiz. Bu orqali bayam deganimizga o'xshash biz ham Xudoning oldida biz Xudoning xizmatkori podshohimiz bo'lgan Parvardigorimizning oldida biz bo'lsak Parvardigorning hem xizmatkori, hem vaziri, chaqiri, hem şunlar hem farzandlari. Şunga o'xshash biz ham Xudoning oldida shu İbrahimning chaqirining pozitsiyasi orqali biz ham o'zimizning bir pozitsiyamizni Xudoning oldidagi Xudoning so'zi oldida Xudoning bizga topshirgan vazifalari kichik bo'lsin, har bir topshiriqlari vazifalar ustida biz ham qanday bir pozitsiyada, qanday bir muomalada buni yuzlanishimiz kerak bo'lgan mana bir ko'ra olamiz. Ya'ni chaqir İbrahimning topshiriqiga binoan yo'lga chiqib, İbrahimning topshiriqini o'rinlashda butunlay Xudoga tayinib, ya'ni butunlay Xudoga tayinib turib ish abaydi deb emasmi? Qadam duo qiliblam, oqidan ko'zitib turdi, oqidan sajda qildi degan ishimiz bo'ladi. Ya'ni Xudoga qanday tayanganligiga oid. Andan keyin İbrahim topshirgan vazifaga bo'lgan butun niyati va butun qalbi bilan sadoqatmanlik bilan qanday bu ishlarni bajarganligiga nisbatan ya'ni biz ko'ra olamiz. Ya'ni Xudoning oldida bo'lsa bir tarafdan Xudoga duo qilib, Xudoning qilayotgan ishlarini kuzatib turib, Xudoga duo qilib, ibodat qilib, sajda qilib, madihlab qildi. Ya'ni bir tarafdan bo'lsa, ya'ni biz shu Ribaqa bilan bo'lgan, ya'ni ularning uyi bo'lgandan keyin chaqirib, sajda qilib duo qilgandan keyin, ya'ni tamoq yeyiling degan vaqtda bo'lsa, men bu so'zimni qilib bo'lmoq chaqar deydi. Men sizga deydiganimni deb bo'lmoqcha g'izallanmayman deydi. Ya'ni İbrahim topshirgan topshiriqni, vazifani o'zining barlig'idan ustun o'rin qo'yib turib, ya'ni shu vazifani o'rinlashga butun niyati, butun qalbi bilan shu ishga o'zining barlig'ini atib o'tganda, tamoq nima, ya'ni o'ylanasizlar. Biz o'ylab baksak, uzun safar, uzun yo'llarda, nurg'un arg'inlik, jafoliq bir yo'l safarini tamomlab bo'lib, bu Qanan zimindan Aran ziminigacha, ya'ni shu Qanan zimini hozirgi bir İsraillarning zimini desak, Aran zimini bo'lsa, hozir sizlar bilasizlar, Turkiyaning nimasidan o'tib Aram bir ixlaning zimini bo'lgan qadar shu bir safar, uzun bir safar, o'shuna bir safarlarda charchab ketganiga qaramasdan borgandan keyin tamoq yeyiling, g'izolanib deb turib putqo'lingizni yo'lib, biz g'izolanib deb turib putqo'llarni yo'lib aramni qo'ygandan keyin tamoq keltirishdan burun, ya'ni tamoq oltirishdan burun men sizga deydiganimni deb bo'lmaguncha g'izolanmayman deb turib İbrahim topshirgan topshiriqni oldi bilan shu topshirig'ini ya'ni degan so'zlarni bu Laban bilan bu nimalarga deganligini biz ko'ra olamiz. Shuni aniq birisi bo'lsa, ular deydi. Ya'ni bular so'zni oxirlashtirib bo'lib, bir kech qo'ngandan keyin, andan keyin biz ketishimizga sahar turib, ya'ni uydagilar, Ribaqaning uydagilar, ya'ni bir kun o'tiblam, uydagilar xo'jayinim yana qaytishimga ruxsat qilasiz. Ya'ni u yerda bir necha kun turib, ortiqdan chiqolmasdilar. Faqat bir kun turiblar, sahar o'rnidan turiblar. Biz qaytishimizga ruxsat qilasiz deydi emasmi? Andan keyin u Ribaqaning akasi bilan onasi 10 kuncha turib, anandan keyin bosqandoq degan vaqtda bizni kechiktirmagaysiz, Parvardigor hamishimiz o'ng'ish qilgan ekan, xo'jayinim yana qaytishimga ruxsat qilasiz deb turib, kechiktirmasdan bu ishni tamomlagan qadar bu xo'jadarning, vazirning, İbrahimning topshirig'ini tamomlaganga qadar, ya'ni tamomlamasdan qachon bu ish tugaganga qadar o'zi aram olmasdan, butun niyati, butun qalbi, butun vujudi bilan o'zi tinim topmasdan, aram olmasdan, o'zini qo'yatmasdan, mush ishni topshirish, ya'ni İbrahimning topshiriq qilgan sadoqati bilan toki tamomlaganga qadar jim turmay, ya'ni vaqtni o'tkazmasdan, mush ishni tamomlashga butun vujudi bilan kirishib ketganligini biz ko'ra olamiz. Bir kechmi faqat bir kech kuni bilan islam mangishni qaror qildi emasmi? Ana shunda bizni kechiktirmagaysiz deb turib manganligini.
Muşlarni ko'ra olamiz. Shunga o'xshash shu chakarning ham shu nimasi orqali biz ya'ni Xudoning bizga topshirgan so'ziga, Xudoning bizning ustimizdagi, ya'ni Xudoning bizga qilgan so'zlariga, Xudoning so'zi oldida biz ham shunday butun niyatimiz, butun qalbimiz, butun tirishchanligimiz bilan, ya'ni butun vujudimiz bilan shu Xudoning vazifasiga butun diqqatimizni, qalbimizni dal shu Xudoning topshirig'iga, ya'ni xo'jayinimiz bo'lgan Xudoning so'ziga, Xudoning topshirig'iga, Xudoning irodalariga, Xudoning so'zi va shuna bizga qilgan, bizning kutadigan shu ishlarga markazlashtirib, shu Xudoning ishiga bo'lgan sadoqatmanlik bilan, tirishchanlik bilan Xudoning ishlariga, Xudoning chaqirig'iga shunday bir itoat qiladigan, sadoqatmanlik bilan bejaradigan shunday bir muomala, pozitsiyaning bizga naqadar muhimligini biz ham ko'ra olamiz. Ham shundanda Xudoning xursand bo'ladigan muomala va pozitsiyaning shunday ekanligini biz ham ko'ra olamiz. Sadoqatni deymizmi endi? Shunga o'xshash endi bu yerda chakarning madhiyasi deb yozib qo'ydi, ya'ni chakarning ham mush ishda, ya'ni Ibrohimdan angladi va oxirsida o'tirsida bo'lsa, Xudoning bu ishlar orqali bu ishlarni qanday boshlab, qanday o'zining ustida qanday davomlashtirib va bu vazifani qanday Xudoning tamomlaganligini ko'rdi emasmi chakar? Shu orqali bu chakarmi Parvardigor İbrahimni chaqirgan Parvardigorning izchil mehribonlik, ya'ni mehribonligini uzib qo'ymaydigan, mehribonligini izchil ko'rsatib, ya'ni har vaqt, ya'ni o'zi tanlagan, o'zi va'da bergan xalq ustida, har vaqt ko'zining shu o'zi tanlagan xalqining ustida, o'zining mehribonligining shu o'zi tanlagan xalqining ustida bo'lib, shu xalq ustida o'zining so'zi bilan, mehr shafqati bilan, sadoqati bilan Xudoning ham, ya'ni ishonchlik bilan, ishonchlik Xudo bo'lganligi uchun ishonchlik holatda shu o'zi, ya'ni o'zi tanlagan xalq ustida o'zining va'dasini, o'zining mehr shafqatini, o'zining haqiqatini qanday namoyon qilganligini bu chakarning madhiyasi orqali, ya'ni chakar bo'lsa, ya'ni Parvardigor, ya'ni shu Ibrohimning Xudosini madhiylaydi emasmi? Ya'ni Xudoning izchil mehribonlik ko'rsatib, ya'ni sadoqatmanlik bilan, mehr shafqati bilan biz shu madhiyasini biz ibroniy tilda ko'rgan bo'lsak, ya'ni amad, hasad degan so'zlar chiqadi. Bu amad, hasad degan so'z, ya'ni Xudoning izchillik, mehr shafqati, Xudoning haqiqati, Xudoning shunday xalqi sadoqati degan narsalarni o'z ichiga oladi. Shunga o'xshash Xudoning xos xislati-da bu amad, bu hasad deganlar. Ya'ni Xudoning xos xislatining mehribonlik, izchil mehribonlik ko'rsatgan Xudo ekanligini, izchil sadoqa, ya'ni izchil haqiqatda turgan, izchil so'zida turgan ishonchli Xudo ekanligini, izchil o'zining va'dasiga bo'lgan sadoqati bilan, ya'ni o'zining xalqining ustida degan va'dasini amalga oshirgan Xudo ekanligini ta'riflab, ya'ni shunda Xudo ekanligini bu chakarni tunib, Xudoga shuna madihiyalar o'qilganligini biz ko'ra olamiz. Endi yig'inchoqlikda Xudoning sahning ustidagi irodasi va o'rinlashtirishi bo'yicha uning o'ylanishi va uningga mangulik amr ato qilish uchun yo'llarni tayyorlab, qadam-qadam, ya'ni chakar orqali, chakarning ustida qadam-qadam yetaklash orqali uni bevosita shu o'zi tayyorlagan, Xudo o'zi tayyorlagan shu qiz bilan uchrashtirib, Xudoning o'zi bu ishlarni qanday o'zi tamomlaganligini, ya'ni qadam-qadam Xudo o'zi hamroh bo'lib bu ishlarni o'zi o'rinlashtirib, o'zi tamomlaganligini biz bu bab orqali ko'ra olamiz. Ma'qul qarindoshlar, buni yana uzrab ketdi, amal qisqa yig'inchaqlarga qilay desam, yana uzrab ketdi. Bugungi mazmunimiz shunchalik bo'lsin. Qolgan inchki mazmunlarni o'zinglar o'qib, asta-asta o'ylanish orqali ham ko'p narsalar bor, chunki bu so'z, buning uchun ko'p haqiqatlar, ko'p Xudoning qilgan ishlari bor. Buni o'zinglar asta-asta turmushinglarda o'zinglar o'z oldinglar o'qib, o'zinglar ham bu orqali Xudoning qanday xudoligini, Xudoning bu ishlar, shunday bizning kunlik turmush, bu Isahning ustida, Isahning o'ylanish ustida qilgan har bir yetaklashlar, har bir qilgan ishlar orqali bu bizning ustimizda qanday ishlar qilganligini, Xudoning qanday bizning ustimizda xizmatlarni qilib, bizning ustimizda qanday ishlarni amalga oshirganligini, tamomlaganliklari ustida o'zinglar ayrim duo qilib, o'zinglar ayrim ko'rib baqsanglar bo'ldi. Ma'qulamsiz qarindoshlar, bugungi mazmun mushagich bo'lsin. Biz keyin qatimliq
mazmunimizni ko'rishaylik. Hammanglarga Xudodan kelgan cho'nqur tushuncha, Xudoning so'ziga bo'lgan cho'nqur tunish va qalbinglarni ro'shan qilib, Xudoning haqiqatini, Xudoning so'zlarini texim cho'nqur tushunalaydigan, texim anqiralaydigan, farq etalaydigan shunday bir qobiliyatni sizlarga muqaddas ruh orqali ato qilishini tilayman. Ma'qulam sanmanglar. Xudoga omonat bo'linglar.